Bozorda sotiladigan sabzi salatni qanday tayyorlanishini bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. O'rganamiz xullas sabzi salatni. Mana sabzi tyorkadan o'tkazilgan, tayyor. Unga oddiy osh tuzi, keyin mana bunisi koreyskiy tuz, adashmanglar, koreyskiy tuz. Bu maydasi chesnok, Ko'p solmadimmi? chesnok solingan mana. Bu kenza, kashnish urug'ini maydalangani. Adashmish kerak emas, salat yaxshi chiqadi. Mana bu oddiy simichka yog'. Simichka yog'dan solingan mana bochkasi bilan ko'rsatdim. Qizdirib emasdan solaman men. Tabiiy shunday chiqadi. Qizdirilmasdan tayyorlanadi. Endi salatni yaxshilab aralashtirib, mana bu kenza, osh tuzi, koreyskiy tuz bular aralashib, sabzini o'ldirguncha, sabzi ya'ni so'liguncha aralashtiriladi. Sabzi yaxshilab so'lgandan keyin suv, mana bu oddiy ichimlik suvi. Hech narsa qo'shilmagan. Endi ichiga qo'shaman, qarang. Bu uksus. Mana bu chista tabiiy 100% uksus. Bundan yarim qopqoqchadan ko'proq, bir qopqoqchadan kamroq solinadi. Bu teriga tushsa terini kuydiradi. Ehtiyot bo'lamiz ishlatish uchun. Bu juda chistasi. Mana bu saxaroza. Chista haqiqiy saxaroza eng qimmati. Buni kilosi 100 ming so'm do'konlarda. Bundan ikkita barmoqchamni botirib oldim. Juda ham dozasi baland. Ko'p bo'lsa shirin bo'lib ketadi. Ishlatishga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Suvga qo'shamiz, keyin oranjeviy rangda ham xuddi mana shunday qilib o'sha tayyorlangan suvga solamiz. Aralashtirib, hammasi qo'shgan narsalarimizni suvga aralashtirib, sabzi salatni ustiga solamiz. Suvga aralashtirishimiz kerak. Suvga aralashtirmasak, rang ham yaxshi chiqmaydi, uksus ham, saxaroza ham yaxshi erimaydi, ta'mi yaxshi chiqmaydi. Ham suv bilan salatimiz sochli bo'lib, mazali bo'lib turadi. Mana oddiy sariq sabzidan qildim men. Chunki sariq sabzidan qanday bo'lishini ko'ringlar. Qizil sabzi o'zi rangi shunaqa chiroyli chiquvdi, qizil sabzini o'zi rangi chiroyli bo'ladi demasliklari uchun qizil sabzini qanday chiroyli bo'lishini ko'rsatish uchun qizil sabzidan emas, sariq sabzidan tayyorladim. Sariq sabzi bo'lsa ham mana shunday chiroyli rang berib, sochni mazasi yaxshigina bo'lib chiqadi. O'ylaymanki, bu videoni ko'rgan odamga aniq 100% javob bera olaman salat xuddi shunday chiqarishiga, chunki bunda hech qanday sir yoshirganim yo'q. Haqiqatan chista qanday qilib bozor salati qanday tayyorlanishini qo'yganman. Hech qanday sirni men videodan tashqariga yoshirganim yo'q. Hammasini kameraga ko'rsatilgandek qilib qilsangiz, salatingiz xuddi bozornikidek chiqishiga garantiya bor. Yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar. Bu videoni olgan bo'lsanglar, pullaringiz kuymaydi. Sizlarga foydasi tegadigan video. Salat ham juda sochli, mazali va chiroyli bo'lib chiqadi. Tayyorlab ko'rganlar uchun osh bo'lsin hammaga.